3 xonalik lyuks kvartira 68 ming dollarga. Srochnaga 6-qavatdan ikkilamchi kreditga ham beriladigan kvartira. 9 etajlik liftlik dom Latiko territoriyasi yokida Buxara City Shayxul Olam masjidi yonida. Zal qismida biza uyimiz neoklassik uslubda ta'mirlangan, jihozlari ham qo'lar ekan. To'g'rimizda katta televizori, EVH taroqlari bilan birga eshiklari qimmat MDF podzakas eshiklardan, koridor qismi proyektlari ikki tomonlama shamolli holatida. Koridor qismida ham o'zi kattagina to'g'rimizda shkaflar qilib qo'yganlar. Oyoqdagilari kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu tomonda detsk komnatasi qismi. To'liq supermo'sh abolar bilan ta'mirlab qo'yilgan elitni pardalar. Gilamlariga o'zingiz baho berib o'ting uyimizni. Bu tomonda vanna xonasi, bu tomonda hojatxonasi. Alohida to'g'rimizda oshxona qismi. Derazalar panorama tushgan. Kafillar kombinatsiya qilingan. Rakvinagacha qo'yganlar ko'rib turibsizlar unitazning ustida. Liti unitazlar, arisonlar. Xayr, elektrlik arisonlari. To'g'rimizda 3 etajli kuxnya mebel garnitura, muzlatgichlari, stiralkasi. Bu yoqda ham televizorgacha qo'yib qo'yganlar. Kvartiramiz kirib yashaladigan tayyor kvartira. Vanna xona qismi. Vanna xonani o'ziga baho berib o'ting. Rakvinachalar ham alohida dib bilan tanlangan. Родительский komnatasi qismi. Bu yoqda ham chiroyli usulda ta'mirlab qo'yilgan. 9 panelni bosh qismiga e'tibor bering. Alohida ta'mirlab qo'yganlar. Bu yoqda ham konditsionerlari, shkaflari, televizori. Hamma xonasida konditsioner, shkaf, televizorgacha qo'yganlar. Mana shu 3 xona 6-qavatdagi 90 metr kvadratdan iborat neoklassik usulda ta'mirlangan kvartiramiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Latiko, Sharq 2 yo'qida Buxara City oldida. Narxi navosi 68 ming deb o'tdik, kelishtirib arzon qilib beriladi. Ikkilamchi kreditga ham beriladigan kvartira. E'tiboringiz uchun rahmat.